10 тысяч мигрантов из Индии. Ну, приехали и чё? Таджики, узбеки-то уехали. Rossiyada o'zbek, tojik, qirg'iz mehnat muhojirlari qanchalik ahamiyatga egaligini hattoki rus blogerlari tan olib chiqishni boshladi. Кыргызы уехали. Вот, пожалуйста, индийцы как бы тоже строить приехали, работать приехали, снег убирать приехали. Rus ayolini gruppaviy zo'rlagan hindistonlik mehnat muhojirlariga nisbatan Bastrigin qanday chora ko'rishlikda aytdi. Мигранты из Индии, к сожалению, уже отметились. У нас в работе есть дела, в частности, попытка группового изнасилования в Москве. 2025-yilda qilingan patentlar va ularga to'langan to'lovlar 2026-yil o'tadimi? 2026-yilda rus tilidan o'tish testlari qanday bo'ladi? Bugun shular haqida sizlarga batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Avvalambor barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Qilichbek, kanalimizga xush kelibsizlar. Erinmasdan videomizga like bosib bizni qo'llab-quvvatlashlikni unutmang. Like bosdingizmi? Sizga katta rahmat. Biz mavzuga o'tamiz. Bastrigin rus ayolini gruppaviy zo'rlagan hindistonlik mehnat muhojirlariga qanday chora ko'rishlikda aytib o'tdi. Мигранты из Индии, к сожалению, уже отметились. У нас в работе есть дела, в частности, попытка группового изнасилования в Москве. Вообще скажу, что любые мигранты приезжают на работу, а потом большая их часть не работают, а уходят в криминал. К сожалению, я понимаю, что у нас дефицит рабочей силы. И пока наши ребята на спецоперации, где все так же людей не хватает, мигранты – это вынужденная временная, надеюсь, мера. Bilasiz, hozirgi vaqtda Rossiyada kurslar bir pasayib, bir ko'tarilib ketyapti. Shuning uchun men sizlarga eng zo'r kurslarda O'zbekistonga pul o'tkazadigan ilovani tavsiya qilaman. Tezda ilovasi. Bu ilova orqali sizlar Rossiyadan turib istalgan O'zbekistondagi Humo va Uzkartlarga beskomissiya pul o'tkazmasini amalga oshirsangiz bo'ladi. Bu ilovani yana bir qulay tarafi shundaki, O'zbekistondan turib Rossiyadagi do'stlaringizni ham kartalariga pul o'tkazmalarini amalga oshirsangiz bo'ladi. Ilovani yuklab olish uchun App Store va Play Marketdan qidirishingiz mumkin. Silkasi kommentariyada turibdi. O'sha silkani ham bosib, bemalol telefoningizga yuklab oling va qiynalmasdan pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Rossiyada o'zbek, tojik, qirg'iz mehnat muhojirlar qanchalik ahamiyatga egaligini hattoki rus blogerlar gapirib chiqishni boshladi. Не, ну а что вы удивляетесь? 10 тысяч мигрантов из Индии. Ну, приехали и чё? Таджики, узбеки-то уехали. Кыргызы уехали. Вот, пожалуйста, индийцы как бы тоже строить приехали, работать приехали, снег убирать приехали, дворы, мусор и так далее. Вот насчет мусора, конечно, не знаю, но танцуют они прилично. Ну да ладно, мир, дружба, жвачка. Eng muhim xabarlarga o'tamiz. Ko'pchilikdan kelgan savol. 2025-yilda qilingan patent va oldindan to'langan to'lovlar cheki 2026-yilda o'tadimi? Eslatib o'tamiz. Siz 2025-yilda patent qilgansiz va oldindan 6 oylik yoki 5 oylik yoki 2 oylik to'lov qilib qo'ygansiz. Sizda chekingiz bor. Bular обязательно 2026-yilda o'tadi. Chunki bu narsa qonunga kiritilgan. Xavotirga o'rin yo'q, bemalol patentni yoningizga olib ishni qilib yuravering sizlar. Va 2026-yilda mehnat muhojirlariga yana bitta yangilik va yengillik. Endilikda siz rus tilidan testdan o'tish uchun qayergadir borib o'tirmaysiz. Sizlar onlayn bemalol testdan o'tishlaringiz mumkin. Hozirgi vaqtda aynan mana shu tizim bo'yicha ishlar, jarayonlar ketmoqda va tez orada bu tizim ishga tushadi. Kimgadir pul berib yoki kimnidir o'rniga siz kirib chiqishingiz yoki qiynalib o'tirishingiz shart emas. Aka-ukalar, demak sizlarga yetkazadigan bugungi qisqacha xabarlarim shulardan iborat edi. O'ylaymanki, sizlarga yetkazgan xabarlarimiz yoqdi. Demak, keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.